Hujayraning kimyoviy tarkibi. Barcha hujayralar tuzilishi bilan bir qatorda kimyoviy tarkibi bilan ham bir-biriga o'xshashdir. Hujayralarda Mendeleyev jadvalidagi deyarli 90 ta element aniqlangan. Ulardan 25 tasi deyarli barcha hujayralarda uchrar ekan. Kimyoviy tarkibiga ko'ra hujayralar 3 ta katta guruhga bo'linadi. Bular makroelementlar, mikroelementlar va ultra mikroelementlardir. Hujayra tarkibida ayniqsa kislorod, uglerod, vodorod va azot ko'p uchraydi. Bu moddalar hujayraning 98% ga yaqinini tashkil qiladi. 2% ga yaqinini esa kaliy, kalsiy, magniy, ferrum, natriy, fosfor, xlor, oltin gugurt tashkil qiladi. Bularning barchasi makroelementlarga kiradi va ular hujayraning 99,9% ni tashkil qiladi. Mikroelementlarga yod, kuprum, rux, ftor va brom kiradi. Bu moddalar hujayraning 1000dan biriga to'g'ri keladi. Ultra mikroelementlarga oltin, simob, kumush va qo'rg'oshin kiradi. Bular hujayraning milliondan birini tashkil qiladi. Har bir kimyoviy element aniq bir vazifani bajaradi. 4 ta asosiy elementlar, ya'ni vodorod, kislorod, uglerod va azot, yog'lar, uglevodlar, oqsillar va nuklein kislotalar kabi organik moddalarning qurilish materiali hisoblanadi. Kaliy va natriy asab impulslarini yuzaga kelishida va uzatishda ishtirok etadi. Kalsiy qonni ivitadi, suyak va tishlarning mustahkamligini ta'minlaydi. Oltin gugurt va azot oqsillar tarkibiga kiradi. Yod qalqonsimon bezning tarkibiy qismidir. U moddalar almashinuviga ta'sir ko'rsatadi. Ftor tish emallarida mavjud. Agar u kamayib ketsa, tishlarda karies vujudga kelishi mumkin. Temir, ya'ni ferrum, gemoglobin tarkibiga kiradi. U qonda kislorod va karbonat angidridning almashinuvida ishtirok etadi. Magniy xlorofilning tarkibida uchraydi. Kuprum ba'zi hayvonlarda ferrumni o'rnini bosadi va qonni ko'k rangga aylantiradi. Barcha elementlar moddalarni tashkil etadi. Hujayralarda noorganik va organik moddalar mavjuddir. Noorganik moddalar bu suv va mineral tuzlardir. Organik moddalar esa oqsillar, yog'lar, uglevodlar va nuklein kislotalardir. Organik moddalar faqat tirik organizmlarda uchraydi. Shunday qilib, kimyoviy jihatdan jonli va jonsiz organizmlar molekulyar darajada namoyon bo'ladi.